Do'stlar, qo'limda atvertka, hozir sizlarga ko'rsataman. Qaranglar, ikkita telefon turibdi. Men buni Короче, maqsad men bu telefon qulflanib qolgan. Bu telefonning kodini o'zim ham bilmayman, hech kim bilmaydi. Bu telefonni qulflangan telefonni hozir men sizlarga sekundlar ichida ochib o'rgataman. Qaranglar, buning uchun prosta telefonda hamma knopkasini bosib turamiz. Bosib turganimizdan keyin telefon o'chadi. O'chganimizda teva knopka bilan past knopkani bosib turamiz. Endi qo'yib yuboramiz. Yonishiga tevani o'zini ushlab turamiz. Bizga menu beradi, programma menu beradi mana. Va pastki knopkani bosib wipe data, okay, wipe all data qilib confirmga tushirib turib, bitta o'chidagini bosib telefon toza bo'lib ketadi. Ichidagi barcha ma'lumotlar o'chib ketadi, lekin telefoningiz yonganda besparol yonadi. Yangi bo'lib yonadi. Yangi korobkadan ochgan holatda yonadi va uni telefon yonadi. Telefon yongandan so'ng buni aktivatsiya qilib olamiz. Aktivatsiyada faqat o'sha oldinga bosamiz. Grusiya qilyapti ishlar. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bir dona like, podpiska va eng yaqin do'stga jo'natib qo'ysangiz, bir kun kelib sizga shu video kerak bo'lib qolsa, osongina topib olasiz. Like, podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan. Bosdik.